Assalomu alaykum hammaga. Sizlarga yana Universal Suite kanali va bugun bizda yangi videorolik. Afsuski bugungi videorolik biroz qayg'uli bo'ladi, chunki kontrakt narxlari yangi o'quv yilida 20% ga oshar ekan. Bu juda yomon, chunki ko'pchilik hali eski narxlarni ham to'la ko'tara olmaydi, ya'ni qoplay olmaydi. Menga juda ham qiziq bo'ldi. Nima sababdan bular kontrakt narxini oshirishdi? Asosiy maqsad ularning monopoliyami, ya'ni faqatgina studentlardan pul ishlab olishmi? degan savollar menga tug'ildi va shuning uchun biroz qidirib ko'rdim va asl maqsadlarini bularni tushunishga harakat qildim. Birinchi navbatda o'zi nima sababdan oshirilayotgan ekan? Nima sababda 20% kontrakt miqdorlari oshirilayotgan ekan? Birinchi sababda universitetlar bergan vajga ko'ra, universitetlarda ta'lim xarajatlarini to'liq qoplash imkonsiz ekan avvalgi kontrakt narxlari bilan. Ya'ni bunga nimalar kiradi? To'g'ri laboratoriya, turli xil amaliyotlar va sifatli o'qituvchilar, etik pedagoglarni olib kelish mana shu 20% ning ichida amalga oshirilar ekan, amalga qaraganda yaxshiroq bo'lar ekan. Yana buni amalda ko'ramiz, ya'ni qanchalik o'zgargan yoki o'zgarmaganligini amalda ko'ramiz. Albatta endi bu ijobiy tomoni kelajakda baribir ta'siri bo'lishi mumkinligi kutilyapti. Ya'ni qanday ta'siri? Ijobiy ta'sirlar shunday bo'ladiki, ta'lim sifati yanada yaxshilanar ekan. Ya'ni bu tushgan pullarning hammasi rivojlanish hisoblanar ekan. Kimnidir kissasiga emas, balkida infrastrukturani yangilashga, ta'lim sifatini yangilashga, darsliklarni yangilashga va Yevropa standartiga yetib olish uchun qilinayotgan narsa ekan. Balki shu orqali o'qishimiz rivojlanar, lekin hali ham bu kafolatlanmagan albatta. Endi bu yerda albatta ijobiy tomondan keyin salbiy tomonlari ham bo'ladi. Chunki 20% oshgandan so'ng baribir hamma ham bu xarajatlarni ko'tara olmaydi. Bu degani kim ko'tara olmasa, talaba bo'lishdan voz kechadi va gap year, ya'ni ishlash uchun studentlar 1 yil olishga to'g'ri keladi. Ya'ni o'zlari pul ishlaydi, ishlagan pulni kontraktga to'laydi. Shunday muammolar ham bor. Bu muammolarga qanday bular chora ko'rishgan desangiz, bu yerda grant va imtiyozlar ko'payishi mumkinligi haqida manba ma'lumot beryapti. Ya'ni nima bo'ladi? Grant o'rinlari oshadi, subsidiyalar ajratiladi. Lekin buni ham 100% fakt deb aytishmayapti-da qizig'i. Xulosa qilib aytganda, kontrakt narxlarining oshishi ta'lim sifatini yaxshilashga qaratilgan ekan. Endi buni baribir yangi o'quv yilida bilamiz, qanchalik o'zgarmadi. Yangi abituriyentlarni, studentlarni fikridan bilib olamiz buni. Hozircha shu edi. Albatta biz o'sha yangilangan narxlar haqida ham video qilamiz. Bu keyingi videoda bo'ladi. O'sha videoni o'tkazib yubormaslik uchun ushbu videoga bir dona like va obuna bo'lish tugmasini bosib qo'yishingiz kerak.